Men bu videoda o'zimga yangi sherik topdim. Buni ismi Mansur ekan, u Qarachol ekan va ikkalamiz nima sarguzasht qilganimizni video davomida bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani, let's go. Tak, yaxshi narsalarni taxlab oldim va bu uydan endi ketsam bo'ladi. Tak, hammaga salom. Sizlar bilan men Fenok bola. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bu ikkinchi qism do'stlar. Birinchi qismni ko'rmaganlar bo'lsa, kanalimga o'tib ko'rishingizni tavsiya qilaman do'stlar. Ozgina skinda o'zgarishlar bor do'stlar. Ijtimoiy skinimni o'zgartirdim do'stlar. Mana do'stlar, sizlarga skinim yangi skin yoqgan bo'lsa yoki eskisi tursin deganlar yozib qo'yinglar do'stlar. Men bu shahardan va o'zi bu uydan zerikib ketdim do'stlar. Shuning uchun men stop, sizning YouTube videolaringiz yaxshi prosmotr emayaptimi? Buning sababi oddiy, sizga preview dedi do'stlar. Previewni qayerdan olaman desanglar, sizlarga yangi kanal topib qo'ydim, art design do'stlar. U yerda siz avatarga banner preview yasatishingiz mumkin. Albatta, arzon narxlarda yasatishingiz mumkin. Havola do'stlar kommentariyada va podpisaniyada bo'ladi do'stlar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, ketaman. Bu yerdan ketib o'zimga odam sherik to'g'ri qidiraman do'stlar. Zerikib ketdim. Hozir bu tursin, keyinroq ochib haydab ko'ramiz do'stlar. Va endi do'stlar odam qidirish uchun ketdik endi. Degan shu yerlarda qidirib yuramiz do'stlar. To'g'risi bu qishloqdan, shahardan zerikdim do'stlar. Ovqatim ham normalniy yetadi, lekin baribir zerikib ketdim do'stlar. Yonimga bitta odam bo'lsa zo'r bo'lardi do'stlar. Shu uylarga kirib hozir ko'ramiz do'stlar. Kimlar bor ekan, yo'q ekan, shularni bilib ko'ramiz. Ha, bu yer shunaqa kattalim. Ochiq joy, bu yerda hech kim yashamasa kerak do'stlar. Bu yerga kirib ko'rish kerak do'stlar. Hozir 1 2 3 do'stlar. To'xta. Ey, sen kimsan? Qo'ling ko'tar, qo'ling ko'tar. To'xtang, menda ham qurol bor. Bu yoqqa o't, bu yoqqa o't. Xo'p. Sen kimsan? Короче, men shu yerdan yuruvdim, qishloqdan keldim. Ha, bu yerga o'tir. Xo'p. Endi sen bilan suhbatlashib borsak, kimsan? Ismini ham nabilarimiz zombi. Zombilar yeb ketdi, faqat meni bitta o'zim qoldim. Endi shu politsiyani o'ldirib, politsiya zombi ekan ekan, men shunaqa avtomat topib oldim. Shunda endi o'zim amallayapman. Ha, bobo. Men ham qishloqdan keldim bu yoqqa, shunaqa gaplar. Ha, endi nabiram shunga ko'chani ko'rsatib kelaman. Yur ketdik. Xo'p, bobo. Ketdik unda. Xo'p, hozir turib oyoqim og'riyotdi. Xo'p, buni orqasini o'tdingizmi? Ha, menda shunaqa qobiliyat bor. Ha, bo'pti. Короче, qani shu yerda korpus bor. Короче, bu yoqda bolalar o'yingohi bor. Tepada bitmagan uylar. Endi bijasuvda, endi zombi apokalipsis boshlab qoldi. Ha. Ketdi unda. Uzr. Qorni oqib ketdi. Xo'p, bo'pti, men ham damim olib. Xo'p, qarab o'tiraman. Nima bo'lyapti? Zombilarmi? Tur. Ochish kerak. Ha, menga bilyapman. Oding. Hozir yordam beraman hozir senga ham. Xo'p. Bilan ochish kerak. Ha, to'g'ri ochish kerak. Yur ketdik bu yoqqa. Xo'p. Bu yoqdagilarni otdingmi? Ha, otdim bu yoqdagilarni. Hozir musullarni tashlab olay. Hop,
Hozir bu yoqqa kelib, voy, bu yoqda ham zombilar bor ekan. Tepaga ketdik. Hop, bobo. Hozir shu yoqni ham bitta ko'rib kelaman va bu yoqda zombilarni o'ldirdim. Kecha. Ha, endi keling bu yoqda turaylik. Bobo. Ha, bobo, endi nima qilamiz ekan? Endi o'zimiz uchun qarshi. Ertaga hamma narsani yig'ishtirib, boshqa yoqqa ketamiz. Hop, qayerga ketamiz ekan? Yonma-yo do'stlar, zombilarni ovoziga qara. Mayli do'stlar, hozir men yana patronim bor ko'p va qayerdaligini bilishim kerak do'stlar. Katta ekan do'stlar. Hozir men tinch yotishimiz uchun. Yonma-yo do'stlar, ularni otish kerak. Yaxshi do'stlar. Creeper'ni do'stlar otib tashlayman hammasini. Tepada ham bor ekan do'stlar. Hozir yaxshi. Tepadan sakrab tushyapti do'stlar. Yonma-yo do'stlar. Zombilarga qara do'stlar. Hozir. Yonma-yo do'stlar. Yaxshi do'stlar. Olveraman sesam patronlab. Do'stlar. O'lcek hayvonlar. Bularni hozir patronlab olay do'stlar. Yaxshi, hozir patron. Yonma-yo do'stlar. Yo'q do'stlar. Buncha tez yuradi bular do'stlar. O'rgimchak bor ekan do'stlar. Buncha tez yuradigan bular do'stlar. Juda ham tez yuryapti bular. Yaxshi do'stlar. Hozir qochib va o'ldiramiz do'stlar. Tugadigan umiddaman. Sassiq go'shtlarni yig'ishtirib olib keyin axlatga tashlayman do'stlar. XP'larga qaranglar. Olib olishlar kerak bo'ladi desam, bu yoqda ham bor ekan do'stlar. Eng yomoni mana shu o'zi do'stlar. Hozir. Narsa tushdi, lekin menga umuman kerakmaydi do'stlar. Hozir yaxshi va tashlab olamiz bularni ham. Qochib, hozir ovqatlanib, hozircha konserva yeganim yaxshiroq do'stlar. Mana bosh qutilarni otib yuboramiz do'stlar. Bu do'stlar yaxshi. Bu yoqda ham zombilar bor ekan do'stlar. Hozir patronlar bo'lsa. Yonma-yo do'stlar, yugurchiga qara buni. Yonma-yo do'stlar. Buncha tez yuradi bular. Do'stlar, do'stlar. Patron hozir mana yaxshi o'ldirib oldik do'stlar. Hozir o'qlab olaman do'stlar, yaxshi. Va buni ham o'qlab olishim kerak do'stlar. Bitta qo'lga buni va yaxshi bobo uxlab shigili. Hozir qarorlab chiqishim kerak hamma yoqni do'stlar. Yonma-yo yoqda ham zombi bor ekan. Hozir bobomni patroni orujasidan otib tashlayman hammasini do'stlar. Bu boboniki ismini ham so'ramadim. Yonma-yo do'stlar, bunga qaranglar, cho'pligiga qaranglar. Yaxshi bularni otib tashlayman do'stlar. Yonma-yo do'stlar, qurollisi do'stlar. Juda ham yomon otadi. Shuning uchun do'stlar, tinchgina yurganimiz yaxshiroq do'stlar. Ol. Bu yoqda ham bor ekan qurollisi. Yonma-yo. Bu yoqda ham qurollisi do'stlar. Bu yoqda ham yaxshi. Xudoga shukr do'stlar. Omon qoldik do'stlar. Alpadalinga la'nat hammangni. O'lib ketinglar. Yonma-yo bu yoqda ham zombilar. Yonma-yo. Ikkalasi yonma-yo otaverma meni. Menga pishurma. Ol do'stlar, endi sekin uyga ketamiz desa bo'ldi. Shuncha o'ldirganim yetadi do'stlar. Yaxshi. Ustida ham zombilar bor ekan. Endi ertalab kelsa
eshitib kelgan zombilar bo'lmasında ish qilib bobo hozir shisha chiqqan va men to'shagiga yotib uxlayman. Bularni ertaga tashiyman do'stlar.